Bugun silay rahim muhim masalalardan biriga aylandi. Chunki qarindosh urug'chilik, aka-ukachilik, jigarchilik degan narsalardan ancha uzoqlashib qolyapmiz. Har chorshanba kuni bizni qabulimizga fuqarolar keladi. Diniy idoraga, masjidlarda ham chorshanba qabul kuni deganmiz. Men o'zimning qabulimda masalan butun respublika bo'yicha keladi. Deyarli 80% moddiy yordam so'rab keladi. Alloh qodir qilsa so'raganini berishlikka harakat qilamiz, homiy topamiz. Gap ularga berayotgan moddiy narsada emas. Meni qalbimni larzaga keltirayotgan narsa qo'lida chaqalog'i bilan o'sha chaqalog'iga hatto dorisini ham topa olmasdan o'shinday bir uzoq viloyatlardan meni oldimga kelib, diniy idoraga kelib, balkim vaqfga kelib, yana kimlargadir borib yurgan o'sha qiynalib yurgan ayolni hech bo'lmasa qarindoshlarning ichida bitta o'ziga tinchi chiqadi. Bitta badavlati chiqadi. Dang'illatib to'y qiladigani chiqadi azizlar. Borini ko'chaga sochadigani chiqadi. Lekin afsuski silay rahim yo'q. Ana o'sha narsalarni ko'rib mahallalarda men qarindosh urug'lar ichida arazlashib yurganlarda qanchasi bor. Shuning uchun bugun yana bir karra Ramazon chiqmasdan turib, hozir shayton kishanlanib turganda, jannat eshiklari ochilib turganda, Allohning rahmati yog'ilib turgan, mana oxirgi daqiqalar, oxirgi kunlar bu itqum minan neyron, Alloh do'zaxga hukm qilinganlarni do'zaxdan qutqaradigan, ozod qiladigan kunlarda yana bir karra har birimiz o'zimizni o'zimiz bir imtihon qilishimiz kerak. Nima bo'layapti? Qarindosh urug'chilik aloqamiz qanday? Alloh Qur'onda aytadiki, mu'minlar Alloh bog'lanishga buyurgan narsani bog'laydilar, Parvardigorlardan qo'rqadilar. Va oyatni davomida bularning mukofotini ham aytib Alloh taolo ana aynan o'shalar uchun dunyo oqibati jannat bordir deb marhamat qildi. Demak, silay rahim deganda qarindoshlar bilan yaqin munosabatda bo'lish, ularning xursandchiliklari bilan quvonish, musibatlaridan xafa bo'lish, ular bilan doim yelkadosh bo'lishlikka aytiladi. Qarindosh urug'lik aloqasi, silay rahim ayniqsa bu jigarchilik, aka-ukachilik bobida bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam juda ham ko'p gapirganlar. Shuning uchun ham bugun mana shu Ramazon kunlarida kimlardir aytaylik arazlashib yurgan bo'lsa, qaysidir bir qarindosh bir-biridan xafa bo'lib yurgan bo'lsa, bugunlik kunda bir-birini kechirib yordam berish kerak. Qarindosh urug' orasidagi ishsiz bo'lsa, bir ish bilan ta'minlashga yordam berish, qarzdor bo'lsa, qarzini uzishlikka yordam berish, bemori bo'lsa, birgalashib uni shifosini izlashga yordam berish, uyi yo'q bo'lib ko'chada qolgan bo'lsa, boshqa qarindoshlar bir bo'lib uni uyini olib berishlikka harakat qilish kerak. O'zi aslida bizi xalqimiz shunday bo'lgan. Mana yoshi ulug'lar bo'ladi, qarindoshlar ichida hech kim ko'chada qolmagan. Albatta o'sha qarindosh urug'ining ichida bitta gapi o'tadigan bir oqsoqoli bo'lar edi. Darrov butun qavmini yig'ib, "Ey falonchini boshiga musibat tushibdi, sen nima qila olaysan?" deb hammadan so'rab, o'shinga itoat qilinardi. Hozir esa o'zimizni bir ota-onadan tug'ilgan aka-ukamizga ham qaramaydigan holat bo'lib qoldik. Alloh bizni isloh qilsin, ilohim.